Bir kun katta mas'uliyat. Xavfsizlik bu qo'rquv haqida emas. Mening kunim juda erta boshlanadi. Shahar hali uyg'onmagan paytda biz allaqachon o'z postimizdamiz. Ertalabki soat 6:00 da navbatchilikni qabul qilaman. Bu payt maktab hududi juda jimjit bo'ladi. Hudud bo'ylab aylanaman. Bu mening eng sevimli qismim. Chunki aynan shu yerda nazorat boshlanadi. Bizda bir nechta kirish postlari bor. Har biri muhim, har biri yagona tizimning bir qismi. Biz bir jamoa bo'lib ishlaymiz. Bizning jamoa mukammal. Soat 7:30larda maktab jonlanadi. O'qituvchilar kelishni boshlaydi. Xodimlar ish boshlaydi. Va keyin ular keladi. Har tong ularning beg'ubor yuzlarini ko'raman va rostini aytsam, bu mening kayfiyatimni juda ko'taradi. Barcha o'quvchilar maktabda bo'lgach, kuchaytirilgan xavfsizlik rejimi boshlanadi. Har bir bola va har bir xodim xavfsizligi biz uchun eng muhim vazifa. Maktab hududi qariyb 3 gektar. 300 dan ortiq kamera 24 ga 7 rejimda ishlaydi. Birorta ham burchak nazoratsiz qolmaydi. Begona shaxslar uchun kirish qat'iyan taqiqlangan. Bu qoida istisnosiz amal qiladi. Har bir ota-ona, har bir bolani olib ketuvchi shaxs ma'lumot va ruxsat kartasiga ega. Darslar tugaydi, ammo bizning ishimiz tugamaydi. Maktab ichida va tashqarisida to'liq nazorat o'tkazamiz. Har bir xona, har bir eshik, har bir deraza tekshiriladi. Biz soatga qaramaymiz. Biz osmon yorisha boshlaganda bilamiz. Navbat almashish vaqti yaqinlashganini. Keyin navbat almashinuvi uchun hamma narsa tayyorlanadi. Shunda yangi kun xuddi bugungidek xotirjam boshlanadi. Biz shu yerdamiz. Bolalar xotirjam o'qishi uchun, ota-onalar ishonchi uchun, maktab tinch yashashi uchun. Biz devorlarni emas, biz kelajakni qo'riqlaymiz.